Etomisi sansası bo'lmaydiganimdagi qiziqli ekanmizga bir sanzlarning sap yapaqaynoncha sasaq yama arvonuq sap yakdi ekanmiz. Eki samsaq uyuldi bu yulg'ich samay ketdi ekanmiz. Belak iqtisab yesi olmaydiganimdek buni emas tuqqanlar yumshoq sanzlarni sap yapaqaynoncha laymaqlarga qo'llarimiz bilan buni cho'qimli qila olamiz. Oldin bilan hajo mana piyozni qayintib ta'min chiqarib olamiz. Eki 4 chini unga layma xamirninkini azaraq tetib tusalmizmi? Andi bichini chuchiga sovutilgan mayni qo'yib, evay tayyorlagan hajo bosh piyozning suyini qo'yamiz, buni sovutib qo'yamiz. Xamirni yo'g'irdigan usta ketib qo'yat, qalla biza aralashtirib yumshoqroq yo'g'irmizmi, to'lqatib yo'g'irib olmayni. Andi xamirni har yarim soat bir cheylab 2-3 qatimlar tindirib xamirga cho'qim amda ishlaymizmi? Unimiz pishilgandagi eki o'xshash cho'g'liqda zugul qilib olamiz. Andi yana yarim soatlar tindirib qo'ygandagi mashpinnikidek cho'g'liqda yumaloqda olamiz. Andi qo'limiz bilan bitta ishib laymanikidek cheezi qilib, cho'ng kichikligini bitta qilib turmalab eki qozonga jiqaroq may qo'yib, normal qizig'andagi mashpinnikidek pishirsak bo'ldi-jimi tuqqanlar. Bu ishiltib qilimiz alloriniki xushbiroq birinchi darajalik tunji siqim gazir meyi tuqqanlar. Alloriniki maylarga hech qaynoq xamirlik tarkib qaytilmagan saf tabiiy eki bu ozuqlik go'shti xoli bo'lganki quvvatlikchi, basim muvofiq xotirjam iste'mol qilsa bo'ldi. Andima sanzini issiqlik tozaynijimu o'ng'ishig'ili bo'ldi, yumshoqroq bo'lgandiki sovuqes qaytavasi amda tizilmaydi. Manaqli midrasliqni karasli qilib o'shlik qildiga ish chiqadi. Andima go'sruqni untiq yozib pishkar uni bilan aralashtirib ustiga chaysak, rangiga rang, ta'miga ta'm qo'shida tuqqanlar. Amsa azizlarim, qo'rqmaylik baqayniki har qatimda aytma biza sunaqib qilib shu qilgan vaqtimiz bir qatorni chelib so'y qilaverami. Tunishmasaqmi izchil qo'llab o'qishimizmi maqtab chiroyli gaplarni deb birikqa hammalarga ko'p rahmat aziz tuqqanlarim. Qanamiz sanzlarga kelaymi?